Assalomu alaykum. O'zbek xo'rozlar kanali parvozlashimiz xayrli oqshom hammaga. Surxondaryolik aka mana xo'roz chiqib ketyapti. Ishonib, rasida turib tashlagan puldan rozi bo'ling. Tumshug'i, xirilagan joyi yo'q, bundan suvoqqan joyi yo'q, ko'zi yoshlangan joyi yo'q, o'yilgan, cho'qilgan boshqa degan joyi yo'q. Bo'ynida tulovi, dum qismida tulovi qoldi. Aka bo'yi tengi, teng xo'rozga inshaalloh zo'rlik qilsa kerak. Mana oyoqlari qadaq-padaq, singan-pingan, joyi yo'q. Hamma yog'i but-butun xo'razdi. Mana aka qanotlari, meni vazifam sog'lom chiqarish, meni sho'pirim inshaalloh avvalo Xudo sog'lom olib borib, asha Surxondaryo pitagidagi siz aytgan sho'pirga sog'lom topshiradi. Shunda men vazifam tugaydi. Surxondaryoning sho'piri bilan o'zingiz hisob kitobini qilib, sog'ligi haqida qaror ko'rasiz. Mana aka polvon. Hozir makiyonni ham aka xudo xolasa qilamiz. Mana makiyonni. Bu makiyon mendan sizga padarka. Hoji aka, ikkovidan jupi shunday bolasiz bo'laveradi. Sastanasini ko'ryapsiz, xo'rozda aka. O'ynab turibdi polvon. Yelkalari, bellari joyida. Mana makiyonni holati. Xirillagan, ko'zdan yosh oqqan, burnidan suv oqqan, o'yilgan, po'yilgan joyi yo'q. Inshaalloh hammasi zo'r. Mana to'llari sog'lom chiqaraveryapman, ikkovini inshaalloh. Aka, mana oyoqlari. Singan-pingan joyi yo'q. Meni vazifam sog'lom chiqarish, Surxondaryo pitagiga sog'lom olib borib berish inshaalloh. Avvalo Xudo. Mana javob. Ikkovi ham ideal aka, sog'lom chiqib ketyapti. Ikkovimiz barakamizga aka Alloh baraka bersin. Men roziman aka. Siz ham rozi bo'ling inshaalloh. Chempion bo'lsin, makon chempion bo'laversin. Omad.